Telegramda odatda lokatsiya mana bunaqa biriktirib qo'yilgan bo'ladi. Bundan mishkan o'ng tarafini bosib, kopirovать bossak, keyin Google ga kirib, buni bundoq joylasak, avtomatik Bing'da ochadi yokida mana bu Google Map'ga o'tadi. Endi bu mana bu yerdagi istalgan kartaga tushishi mumkin bo'lgan link hisoblanadi. Buni qanaqa moslashtirish mumkin, ya'ni boshqa Yandexga masalan o'zgartirmoqchi bo'lsak, buni Telegramdagi lokatsiya ko'rsatilgan joyidan topib turib, boshidagi 5 tasini o'chirib tashlasa, mana bunaqa tashlanadigan uzun link bo'ladi Telegram lokatsiyasida. Odatda mana bu 5 tasi bo'ladi. Bunaqa bo'lmaydi Telegram lokatsiyasida. 3, 4, 5, 6, 7. Keyin mana mana shu yerdagi o'sha so'roq belgisi qanaqadir belgigacha 5 dan o'chirib tashlab, 41 dan boshlangan raqamni bunaqasiga kopiya olinsa, bu haqiqiy adresga olib boradi istalgan karta, masalan Yandexda. Demak, Telegramda tashlangan lokatsiyadan oxiridan 5 tasi udalit qilib, 41 dan boshlanadiganini kopiya qilinadi oxirigacha, keyin Yandexga tashlansa, masalan, uni umumiy joyini ko'rish imkoniyati bo'ladi.